Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat, yaratgan Parvardigorning shukriyu zikrida, ibodatlarida bardavommisiz? Omon bo'ling. Azizlar, qo'limda zamonamizning buyuk shayxi bo'lgan Ramazon al-Buti hazratlarining siyratni anglash kitoblari, undagi Makkani fath etilish manzaralari. Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga uning tepa tomonidan, Ka'badan kirdilar va Xolid ibn Validga o'z odamlari bilan pastki tomondan, Kudaydan kirishni buyurdilar. Bas, musulmonlar Makkaga u zot buyurgan tomondan kirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zu Tuvoga yetib kelgach, ulovlarida o'tirgan holda Alloh bergan fathni ko'rib, Allohga tavoze qilib, boshlarini shu darajada egdilarki, soqollarining uchi egarning qoshiga tegay dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fath bo'lgan kuni otlari ustida Fath surasini tarjih bilan, ya'ni takror o'qib borardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Baytullohning oldiga keldilar. Uning atrofida 360 ta but, sanam bor edi. Qo'llaridagi kaltak bilan ularni birin-ketin yiqitib shunday dedilar: Haq keldi va botillik yo'q bo'ldi. So'ng Baytullohning ichiga kirib, uning har taraflarida takbir aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilol raziyallohu anhuga buyurgan edilar, u Ka'baning ustiga chiqib namozga azon aytdi. Shundan keyin odamlar kelib, to'p bo'lib Allohning diniga kira boshladilar. Azizlar, o'sha ulug' fath kunida Ka'ba-i Muborak ustida azon aytgan buyuk sahobiyni tanimizmi? U zot Hazrati Bilol ibn Raboh. Bir Habash qulni iymoniga bo'lgan sadoqati, ne jabrlarga bo'lgan sabr-u qanoati yuksaklarga ko'tarib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning suyukli sahobalari bo'lish sharafiga muyassar etgan. Subhanalloh. Umayyaning quli bo'lib iymondan qaytmagach, bo'yniga arqon solinib, jonli o'yinchoq sifatida xo'rlangan Bilol edi u. Jazirama yoz kunlari naq peshinda, oyoq bosib bo'lmas cho'lda chalqancha yotqizib, ustiga bahaybat tosh bostirib, Muhammadning dinidan yuz o'girib, butlarga cho'qinishga undalgan, lekin iymondan og'ishmay, hushdan ketgunga qadar Alloh bir degan Bilol edi u. Shunday insonlar sabab dinimiz yuksaldi va muqaddas islom dini sabab bu insonlar yuksalib, dunyo musulmonlari uchun sevikli zotlarga aylanishdi. Allohu akbar. Azizlar, endi she'r tinglab mulohaza qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Hazrati Bilol. Saodatga yo'g'rilgan xush zamonlardan ovozingiz kelar Makka tomonlardan. O'tkir sado buyuk Bilol navosi bu, tamom ayroku 1000 yillik azonlardan. Har lafzida iymonga zo'r sadoqat bor, jasorat bor meros o'shal zamonlardan. Ne kunlarni ko'rgan aziz boshingiz bor, ahad deya jabrlangan yomonlardan.
Abu Bakr hazratimning himoyasi, Rahim, Rahmon zot ayladi omonlardan. Payg'ambarim buyruqlari bosh ustiga, bug'doy bo'lib yuksaldingiz somonlardan. Ka'ba uzra yangraganda qutlug' azon, din yoyildi uchgan o'qdek kamonlardan. Hazrat Bilol, muhabbatu iymoningiz, nomingizni ulug' etdi ne xonlardan. Zamon osha bo'ldingiz-ku bizga suyuk, Rasulimga eng qadrli yoronlardan. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar. Yana she'riy suhbatlar nasib bo'lsin, nafli bo'lsin deya xayrlashaman. Omon bo'ling azizlar.